Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan moliyaviy jinoyatlarga, ayniqsa valyuta mablag'larining noqonuniy muomalasi va u bilan bog'liq firibgarlik holatlariga qarshi kurashish yuzasidan zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Jizzax shahri Xalqobod mahallasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ham noqonuniy valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan shaxs fosh etildi. Xususan, Jizzax shahri Toshloq mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro eski shahar buyum bozori hududida muntazam ravishda chet el valyutasini qonunga xilof ravishda ayirboshlab kelgan. U o'z faoliyatini yashirin tarzda yo'lga qo'yib, fuqarolar ishonchidan foydalangan. Tezkor tadbir jarayonida u bir fuqaroga 100 AQSh dollarini, har birini 12 ming so'mdan sotishga kelishadi. Ammo kelishuv jarayonida u xaridorga 940 ming so'm berib, qolgan 260 ming so'mni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan vaqtida qo'lga olindi. Tergovga qadar tekshiruv davomida gumonlanuvchi tomonidan noqonuniy o'zlashtirilgan mablag'lar qaytarildi. 260 ming so'm pul mablag'lari tegishli tartibda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. E'tiborli tomoni, ushbu shaxs avval ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi, ya'ni valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish bilan sudlangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mutasaddi idoralar tomonidan barcha holatlarga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.